G'ijduvondamiz do'stlar. G'ijduvon sopol kulolchiligini maktabi qadimiy an'analarini davom ettirib kelayotgan Alisher aka Narzullayev xonadonidamiz. Navbatdagi nurli manzillarimizdan biri. Juda ham ajoyib so'lim go'sha, marhamat tomosha qilishlaring. Kelib ko'rib o'rganib sopol ishlab chiqarish jarayonlari bilan tomosha qilishlaring mumkin. Hamma sharoitlar bor. Ovqatlar desangiz ovqatlar bor. Juda ham so'lim go'sha. Kakliklar sayrab yotganmi, to'xtab qolishdi. Mana bu yerda sharshara qilib qo'ygan. Bu yerga asosan turistlar kelishadi. Hozir tayyor mahsulotlar ko'rsataman. Hozirroq ichkarida qorong'iroq joy. Yurtimiz jo'grafiyasi, tarixini o'rganish uchun ajoyib imkoniyat ko'rishlaring mumkin. Mana sopol ishlab chiqarish va tayyor mahsulotlar. Вот такие вот штучки маленькие приобрести, так, сладости. А что в Москве такого нет, большие Lokatsiya G'ijduvon Alisher aka Narzullayev xonadoni. Navbatdagi nurli manzillarimizdan biri.